Assalomu alaykum. Bugun 7-may 2026-yil payshanba kuni biz Qarshi shahri Chiroqchi tumanidamiz. Sanjar akalar, Adham akalar xonadonlarida. Bular mashinani dogovorga kelishib olingan. Xudo xolasa mana hujjatlarni qilib rasmiylashtirib, nomlariga chiqartirib olib kelib berdi. Ozgina puli yetmay qolgan bo'lsa ham biz va'da qilganimizdek shuni nomlariga оформление qilib olib kelib berdik. Xudo xolasa. Adham aka, nima deysiz mana? Nima deymiz? YouTube. Rahmat, mana shuncha ishonib olib kelganingiz uchun. Lekin bir so'm to'lamaganimiz ham shu yergacha shu vodiydan Qashqadaryoga yetkazib berganingiz uchun sizlarga rahmat. Yana qolgan summani kutishlaringizga ham rahmat. Nima deymiz? Mana ishonchli shu Rossiyada turib dogovor qilgan ekan, Rossiyada turib ko'rmay, bilmay, yana shu yergacha olib kelganingiz uchun rahmat. Hech qanaqa bizda yolg'on reklamalar yo'q ekanmi? Shuni ayting bir. Reklama ham bo'lyapti, ham mana savdo-sotiq mashinaning o'zi. Yolg'on narsa yo'q, aytilgan narsalar bajardik, xudo xolasa. Bajardi. Shu paytda boraman dedi, shu paytda kirib keldi. Mana bir kecha mehmon bo'ldi, hali ham bizga xonadonda. Dokumentlar joyida. Qolgan bizdan $2000 ham hali bir oydan keyin beriladi degani. Adham aka, mashinani yaxshi kunlarga haydanglar. Bundan keyin ham yaxshiliklarda ko'rishaylik. Ilohim eng olgan kichkina mashinalar shu bo'lsa, bundan katta-kattalarini nasib qilsin Allohim. Biz shunaqalardan xizmatlarda turib, shunaqa olib kelib, olib ketib, sotaman desanglar, olib, shunaqa ishlarda xizmatda turishni bizga ham nasib qilsin. Xayr, yaxshilikda ko'rishaylik.